Do'stlar, mana bu kichkina lazer apparat qaranglar, nimalar ishlab chiqaradi bunda. Faneradan shunaqangi bokslar, ajoyib narsalar chiqar ekan. Idishlar, kapilka, bu faqat faneraga taalluqli emas. Hozirgi rasayat trendga chiqayotgan metal kartaga chiqar ekan. Bloknotga ham yozar ekan. Faneradan shunaqangi vizit qilganmiz o'zimizga. ABS plastik, bu ham mana shu yog'ochdan bo'lgan, usti ABS plastik. Ruchkalarga ham yozadi. Bu akrilga girorovka qilib kesadi. Bu kart holderga girorovka qiladi bunga и yangi biznes boshlayotganlar uchun shunaqangi pechat ham chiqar ekan. Xo'p, nima deysizlar? Shunaqangi ko'pchilik olib shu apparatni ishlata olmayotgan ekan. YouTube'da umuman yo'q ekan buni darsliklari o'zbek tilida. Yangi boshlayotganlarga ham yoki bo'lmasa shunaqangi kichkina apparatni olib ishlata olmayotganlarga ham darslik chiqarsam bo'lib ma'qul keladimi? Kommentariyaga yozib yuboringlar. O'zi bu 30 ga 30, 40 ga 40 razmerlari bor ekan. Nima deysizlar shunga?